Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa yana tashxislarni keldik. Nasib bo'lsa, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, albatta shu egalarni ko'maklaringiz ayolning do'stlaringizga hurmatli obunachilar. Hozir doktor bilan ham suhbatlashamiz. Nasib bo'lsa bu narsalar to'g'risida ma'lumotlar olib, jahil kasali bor, navdan aziyat chekib turganlarni xohlasa so'rab ko'ramiz va bemorimiz bilan ham praktikcha suhbatlashib, holini xabar olib, glavvrachani o'tamiz suhbatlarimiz. Siz keyfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Nasib bo'lsa, analizlarni olib keldik. Hozir ham bir videomizni qo'yib berdik. Nasib bo'lsa, yana bir o'zgarish bo'lib tursa, inshaalloh chiroyli o'zgarish etamiz. Boyagi kelganingizdan beri yaxshimi keyfiyatingiz? Oylik xudoga shukr, xalqimizning qo'llovi bilan yine o'qilib turibdilar vaqtida biz yaxshi, yaxshi xudoga shukr. Oydin bo'lacak mana. Avvalgi açılıştık, bitti xudo qalasa. Endi bu yanasi xudo qalasa. Hammaga rahmat, sog' bo'lsinlar. Ketgan odamlar taniyoladi. Hammani xudo qo'llasin, xudoyim. Birindan menga bergan hammani bitta yardım ettirdilar. Xudo xolasa sizni bizlar ijtimoiy tarmoqda ko'rib o'tirgan odamlar qarab turmaydi. Inshaalloh qo'llab-quvvatlaydilar. Hozir yana bir yataqsa xushtorlik. Hozir doktor bilan so'ralib, endi bizingizga keldingiz siz. Yaxshi. Mamaning ahvoli yaxshi emas bu. Mamani moli ikkalamiz mayda turibmiz. Mama barimanda qoldi. Mamani lekin nafas olib yotishi qoniga uni yilda yotqizib oladi dedim. İlahi bo'lmay qoldi, keyingi vaqtlarda. Xudo xolasa, oydin bo'ladi. Bizlar bu doktorlar bilan gaplashamiz. Inshaalloh keyin bir gaplashamiz. Ana kartalarimizni o'zlaringizda, ana kartalarimizni qo'yib beramiz videoda bemalol ko'ngildan chiqqan xolisonlar ihsonat beradi inshaalloh. Qarab turmaydilar. Sizni ko'rib turgan shunday yaxshi insonlar bor. Doim. Hayotda yaxshi insonlar borligi uchun turibdi bu yerda. Albatta sizni ko'rib turgan mening obunachalarim hech qachon qarab turmaydi. Bir so'm bo'lsam sizga yordam etadi shular. Mesela sizni ko'p bezovta etmang, boring mana. Xudo xolasa hammasi o'yib bo'ladi doim. Ading qushlikni yashayvering. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa glavvrachani keldik. Bemalol ko'rib boraverasizlar. Analizlarni so'raymiz, o'rganamiz, o'zgarishlarni chekli kasallari bor, yana boshqa hammasini bir qator o'rganib sizlarga yoritib berishga harakat etamiz. Mümkünmi? Kamera bilan kelsak bo'ladimi? Bemalol. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ishlangiz yaxshimi? Assalomu alaykum doktor. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Tinchmisizlar? Xizmat? Kesalarni bir qator ma'lumot bersangiz, nech kasallar bor? Bu kasal to'g'risida so'rajaksizlar. Bemalol o'tirib joylashib, bu kasal bizlere 26 günü tez yordam bo'limida Qilishov Shamsiddin 57-yilda tug'ilgan bemor murojaat qildi. Qabulxona bo'limida birinchi yordam kelgan vaqtda ahvoli o'ta og'ir edi. Bize vrachlar bilan konsulum o'tkazib, bemorni bir qator görganimizdan keyin uni reanimatsiya bo'limine yatırdık. Kelgan vaqtimdagi tashxisi yurak ishemiya kasalligi, zo'riqish stenokardия, funksional klassi 3-4, yurak ritmining buzilishi, miyosal artmiya. Keyin bu bemorda boshqa kasalliklar ham aniqlandi. Bel umurtqalari osteoxondrozi, keyin bel umurtqalari L4, L5 diskinde churrasi bor ekan, churrasi. Bundan tashqari bu bemorda bosh miyada qon aylanishining surunkali yetishmovchiligi kuzatildi. Nafasi qisish bilan keyin bu kasal kelgan vaqtida o'ta og'ir edi. Organal sostoяние desak ham bo'ladi. Shuncha reanimatsiya bo'limine yotqizib, vrachlar bilan birgalikda ko'rdik. Birinchi yordam berildi. Keyin bemor shu yerda 1-2 gün o'zining muolajalarini olgandan keyin bemorning ahvoli nisbatan stabillashgandan keyin biz terapiya bo'limine o'tkazdik. Terapiya bo'limine o'tkazgandan keyin
bemardır, emirti kılındı. Emirti, baş miya emirtisi, kompüterli tomografiya bel sahası, keyin öpkesini emirti kılındı. Öpkesinde öpke fibrozu, evvelden ötkazgen kasalliklari aniqlandi. Keyin şuna qaradıktan bize bu narsaları üzümüzden yukarıda duradigan teşkilatlar bilen online konsultasiya qildik. Viloyat pulmonologlari, kardiyologları, bundan keyin respublika chiqishga majbur bo'ldik. Hammasini konkretni, hammasini jamlab, keyin muolaja tayinlanib, muolajalari boshladik. Bemorning ahvoli hozirgi vaqtda stabillashdi, nisbatan yaxshilandi. Biza keyin hamma laboratoriya tahlillarni qilganimizdan keyin muolajalar qilgandan keyin bemor ahvoli yaxshi. Yaxshi deyarli konkretni yaxshi deganimiz endi nisbatan yaxshilanish bosqichida hozir. Hozir bemor o'zi bemalol aloqa qilib oladi, gaplashib oladi, ovqat yeb oladi, o'zini boshqarib oladi, harakatlari hammasi tiklandi, Xudoga shukr. Hozir avvalgi yankada shikoyatlarindagi og'riqlar, nafas yetishmovchiliklari, yuraklar tez urib yetish holatlari, taqiqardiya degan narsa ishlatamizda bu zamonda. Shu narsalar ham hozir barham berilib, hozir bemor ahvoli stabil. Muolajalar davom qildiramiz. Hali yana yatamanlar. Bemor hali davolanishda davom qildiramiz. Ha, hali davom qiladi. Davom qiladi. Bemor ahvoli nisbatan yaxshilandi. Hozir stabil, davleniyasi, qon bosimi, pulslari joyine geldi. Hamma stabil, Xudoga shukr. Ha, hali yana bir hafta yetishi mumkin. Xudo xolasa davolanishni davom qildiramiz. Bemorni konkretni o'zini individualniy post qilib, medsestrlar berkitib, hammasini qilib turibdi. Muolajalari o'z vaqtida hammasi qilindi. O'z vaqtida qilib turibdilar shu hemşirelerden Allah. Hemşireler ham her vaqt o'zini siyatinden bir minut o'tmay, haqiqatan ham xizmatlarni ko'rsatib turibdilar. Allah razı olsun ulardan. Siz ham rahmat shu etib, o'rganib, chiroylatib, o'tib turibsiz. Haqiqatan ham xoladan ishingiz, haqiqatan ham ustoz ekansiz. rahmat. Gelgen vaqtida nisbatan Gelgen vaqtindagi men to'g'risi yuragim yo'llaydi. Va bu odam oydinlar Xudoyim deb rahmat siz ham ko'mak etib turibsiz. Chiroyli ko'maklar qilib turibsiz. sizlar ham rahmat. Xudo xolasa davom qildiramiz. Muolajalarni davolanishni davom qildiramiz. Umidimiz katta, kasal Xudo xolasa yaxshi bo'lib chiqib ketadi degan. Ham yana bir narsa, shu kampirlardan etkazakma, yana baraman lekin mama. Havo issiq deydi, beladida. Mama. Bu bemalol Mamadan ekkalar. Bundan görevimiz Xudo xolasa bemora yordam berish bizning vazifamiz bo'lgandan keyin bemora yordam beramiz albatta. Maslahatlashgan holda hammasini qilib turibmiz Xudo xolasa. Mutaxassislar bilan maslahatlashib qilamiz. Rahmat. Siz ham ruxsat berganingiz uchun, kamerada obunachilarga ko'rsatish uchun siz ham rahmat. Shu chiroyli yordamlarni ko'rsatib, Allah razı olsun hammangizdan. Rahmat. Hurmatli obunachilar, Xudoga behisob shukr. Allah razı olsun bu doktordan ham. Rahmat. Ay va qaraversa shu poliklinikada ishlab turganlardan ham bee'tibor bo'lmaydi. Har bir narsaga, o'quvlarini, qolgan narsalarni, tozachilikni hurmatli obunachilar, Xudoga behisob shukr oydi. Rahmat. Dimda joyi. Ko'nglimizda keling, hamma. İşlerinize muvaffaqiyat, sizlar ham gelip havanı alıp tursalar, yeter etmesine de yardım berip tursalar, sizlar ham Allah razı olsun. Rahmat sizlar. Şu meşere bu birinin halimandan mı? Her bir keserin özünün mutaxassislari bilan maslahatlashgan holatda ishlayib yuradi. O şeylerin haliman doğru. Obunachilar aytaman, obunachilar men bir narsa bir ish etgan vaqtim aytaman qo'ysa. Shu. O'ldirib eting bir ish etgan vaqtim kurtani deydi-ku. Şu meşere bu har tushacak odamdan. Shu o'rnidan qo'yib aytadigan odam bilan gaplash. Haqiqatan. Allah razı olsun. Haqiqatan. Rahmat. Rahmat doktor, sağ olun. Obunachilar inshaalloh Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursangizlar, nasib bo'lsa elasa chiroyli o'zgarishlarni ko'rsatib, shu buvalari shudan, shu mamani Xudo xolasa davolatib chiroyli deb olib chiqib ketamiz degan niyatdamiz albatta. E'tiborlaringiz bilan. Sizga ham rahmat. Salomat. Rahmat. Sağ olasın. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa
diagnostikalarni ana qo'llardan kelgancha aytdilar, yana o'rganishda davom etib turibdilar, yana bir ikki kasalliklarni aniqlab turibdilar, aniqlarlarni aytdilar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursangiz inshaalloh nasib bo'lsa shu kampirlardan bir davolatib olmasak ahvoli yaxshi nasib bo'ladi. Albatta sizlarning har bir insonning bizlar uchun fikr xulosasi qolaversa qilgan e'tibori, ko'magi albatta muhim. Bee'tibor bo'lmaysalar degan niyatdamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.